So'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan mushoira kechalari, anjumanlar, taqdimotlar kabi tadbirlarni tashkil etish yana bir sifat bosqichiga ko'tarildi. Kuni kecha Toshkentda o'tkazilgan durlardan tuzilgan marjon Mir Alisher Navoiyning 100 ta hikmatli so'zlaridan iborat Sharq durdonalari to'plamining taqdimoti bo'lib o'tdi. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, hozirgi kunda Milliy kutubxona xazinasida Alisher Navoiy asarlari ingliz, fransuz, polyak, venger, xitoy, ozarbayjon, rus, turk, nemis tillaridagi tarjimalar saqlanmoqda. Taqdimot tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Alisher Navoiy turkiy tilni benavolikdan qutqarib, unga shohona maqom bergan ulug' siymodir. Uning har bir g'azali ruhiyat xazinasi, har bir dostoni tarbiya maktabidir. Sharq durdonalari nomi ostida chop etilgan ushbu kitobda Navoiyning insoniyatga qoldirgan o'lmas o'gitlari, hikmatlari jamlandi. Navoiy tavalludiga 585 yil to'ldi. Bir qaraganda salkam 6 asr. 6 asrdan beri Hazrat Navoiy merosi, uni ijodi barcha davrlar uchun bir xil dolzarb va qadrli bo'lib kelmoqda. Buni nafaqat bizning o'zbek xalqimiz, qardosh xalqlar, butun dunyo o'rganyapti. Va 585 yillik tavallud munosabati bilan turli joylarda har xil tadbirlar, uchrashuvlar, kitob taqdimotlari, Navoiy ensiklopediyasining taqdimotlari o'tdi. Shu bilan birgalikda Sharq durdonalari nomli kitob chop etildiki, bu o'ziga xos bir adabiy hodisa deyish mumkin. Bugun juda ajoyib kun. Alisher Navoiy bobomizning 585 yillik tavallud kunlariga juda munosib tuhfa bo'lgan bu kitob. Bu kitobda Sharq durdonalari, Sharq injulari o'rin olgan. Faqat ularni o'zi emas, ularni Sharq tillariga tarjimalari o'rin olgan. Tadbirda filologiya fanlari doktori professor Gulnoza Odilova mazkur tarjima kitobning ilmiy va amaliy ahamiyati, xorijlik olim va tarjimonlar bilan hamkorlikdagi ishlar, ularning fikr mulohazalari, hayratlari, tarjima jarayonining o'ziga xos jihatlari, Navoiy hikmatlarining bugungi davr uchun ham o'ta muhimligi xususida fikr bildirdi. Misol uchun shunday hikmatlar tanlab olganmizki, buni faqatgina o'zbek kitobxoni emas, xorijlik ham o'qib o'ziga nimadir olishi va din tanlamasligi, ko'p holatlarda o'sha bugungi kundagi zamonaviy global muammolarni bir necha asr oldin Hazrat Navoiy mashhur hikmatlarda aytib ketganlar. Shu hikmatlarni saralab Sharq durdonalari deb nomladik. Alisher Navoiy asarlari turli tillarga tarjima qilindi. Lekin tarjimalar bir akademik tarzda bo'lishi mumkin va u xos odamlar uchun tushunarlidir. Lekin biz bugun istaymizki, yangi davrda Hazrat Navoiyni hamma birdek tushunishlarini istaymiz. Va bu anglashlar butun jahon xalqlari uchun, barcha millat yoshlari uchun, insoniyat uchun qadrli bo'lishini istaymiz. Bugun Navoiy ijodini tushunmayotganlar yoki Navoiy ijodi menga og'irlik qiladi, men Navoiyni tushuna olmayman deganlar uchun ham juda bir qulay kitob deb aytish mumkin. Biz qisqa hikmatlardan berishga qaror qildik, chunki biz ko'p xorijlik o'qituvchilarni, talabalar fikrini o'rgandik. Universitetimizda 200 dan ziyod xorijlik pedagoglar faoliyat olib boradi. Va ularga aynan bugungi kunda ham aktualligini yo'qotmagan, ya'ni nafaqat bizni o'zbek segmenti, balki xalqaro doirada ham aktual bo'lgan falsafiy sharqona mushohadalarni o'z ichiga olgan hikmatlarni tarjima qilish ma'qul degan fikrga kelindi va biz o'sha xorijliklarni tanloviga ko'ra 100 ta hikmatni saralab oldik. Alisher Navoiy bobomizning bitta dona so'zlarini, bir baytlarini agar 5 kishiga aytsak, u 5 barobar ko'proq foyda beradi. 5 ta tilga tarjima qilsak 5 milliard bu odamga yetib boradi deb o'ylayman. Bitta xitoy tiliga qilingan tarjimasini o'zi bu 1 milliard odamga yetib boradi degan. Chunki Alisher Navoiy bobomiz butun ijodlarini boshidan oxirigacha faqat hamjihatlikka, insonlar aro do'stlikka chaqirgan. Kitobni qo'lingizga olib varaqlar ekansiz, uning o'zgacha dizayni va hikmatlardan ilhomlanib chizilgan miniatyuralarga ko'zingiz tushadi. Bir kitobni tayyorlab, uni o'quvchilarga yetkazib berishning o'zi mushkul ish. Ammo ushbu kitob mualliflari Navoiy hikmatlarini suratlar orqali ham tasvirlab berish uddasidan chiqdilar. Universitetda talabalari chizgan miniatyuralar bilan bezatilgan bu kitob. Bu kitob oddiygina kitob emas. Har bitta u kishini aytgan inju so'zlari gapdadan miniatyuralar chizilgan va bezak berilgan kitobga. Ya'ni insonlarning qalbiga yetib borish uchun estetika bor bu kitobda. Mana shunaqa kitoblarimiz ko'payishi kerak va bu kitoblar o'zbek adabiyotini, Alisher Navoiy merosini
butun dunyoga yoyishga xizmat qiladi deb o'ylayman shu shaklda. Shuningdek, zamonaviy o'zbek tiliga tabdillarni ham ilova qildik, chunki yoshlarimiz o'sha qadimiy turkiy tilda o'qishga qiynalishadi. Zamonaviy o'zbek tilida hikmatlar mazmunini yetuk navoiyshunoslar tabdillari asosida bu kitobga kiritganmiz. Hazrat Alisher Navoiy ijodi turkiy dunyo, turkiy adabiyotning poytaxtidir derdi. Bu juda katta baho. Ya'ni bu shundan dalolat beradiki, turkiy dunyoning tafakkuri, turkiy dunyoning zakovati, uning olami Navoiy merosi bilan o'lchanadi. Navoiyni anglash bu turkiy dunyoni anglash bilan barobar. O'zbekistonga kelib Navoiy ijodini o'rgangan kanadalik olim bor, Gary Dick. Bu Lisonu Tayr dostonini tarjima qilgandan keyin va Navoiy merosini o'rgangandan keyin shunday bir xulosaga kelgan. Demak, u shunday ta'riflaydi. Navoiy ijodi, Navoiy dunyoni ma'naviy tanazzuldan xalos qiladigan ko'ngil bog'ining bog'bonidir deb aytadi. Bu juda katta bahodir. Mana shunday bir buyuk ta'riflar, Navoiyga xos bo'lgan zakiylik, sharqona bo'lgan hikmatlar, Navoiyning zakovatini yana bir dunyo ahliga namoyon etadigan hikmatlar mana shu sharq durdonalarida jamlangan va bu kitob bilan nafaqat yurtdoshlarimizni, balki umuman Navoiy muhiblarini qutlash mumkindir. Tadbir so'ngida so'zga chiqqan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining direktori Umida Teshaboyeva kitob mualliflarini qutlash bilan birga ushbu hikmatlar tarjimasini Milliy kutubxonaning media markazida audio shaklini yaratish taklifini berdi. Ta'kidlash joizki, bugungi zamonaviy texnologiyalar asrida kitoblarni keng jamoatchilikka yetkazib berishda kreativ usullarning o'rni beqiyos. O'ylaymizki, so'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning hali ko'plab hikmatlari mana shunday durdona kitoblar safidan o'rin oladi.